to'rga to'g'ri xonamizga bitta 50 santimetrlik podsvetkali pannisni sizlar bilan birgalikda ishlaymiz. Ketdik bo'lmasa. Mana bu nolimiz, mana pannisimizga 10 santimetr tushadi noldan. Mana bu tomon kerak emas, nollik. Faqat pannisga bo'veradi. Mana rekalarimizni qotirib oldik. Tepadagi nolligiga devordan 42 santimetr tashladik bu pannisga. Keyin sink urayotganda 44 ga tashlaymiz. Mana akalar karkasimiz bitta. Endi bunga nolni yopamiz. Mana akalar nolimizni yopib oldik. Keyin pannis sinkasini urdik. Esingizda bo'lsa 42 santimetr tashlab ketganmiz joy. Endi 44 santimetr qochib turib sink urdik. Endi bunga rekani qotiramiz. Mana rekamizni qotirdik. Rekadan keyin 9 bortimizni qotirdik. Endi 9 bort tashqari tomoniga rekamizni mana bu ko'rinishda qotiramiz. Mana akalar, rekamizni qotirib oldik. Endi buni mametiga 5 bort qotiramiz. Inshaalloh undan keyin tegini yopamiz. Chiqib qolganini aralayveramiz. Patologimiz tayyor bo'ladi. Mana akalar, patologimiz bitta. Tikadigan joylari bor, pannisda nolda, stiklarda. Men bu videolarni qo'yishimdan maqsad nima? Maqsad luboy odam ko'radi shu videoni. Ko'rgandan keyin, значит, men o'zim ham qila olamanman degan narsa bo'lish kerak odamda. Sharoitingiz yo'q, uyingizni remont qilishga, gipskardon qilishga, faqat pulga ishlab turmaysiz, to'g'rimi? Bolalarni chaqiring, o'g'anlaringizni chaqiring, hashar qilingda qilvoringlar. Mana shu videoga qarab turib, bitta xonani, mana shunaqa kichkina xonani, oddiy bitta pannis, skromniy figura qilib turib bitirsanglar bo'ladi. Mana videolarni qo'yishimdan maqsad mana shu odamlarga faqat foydam tegsa bo'ldi. Menga podpischik, like kerak emas, bosmanglar like ham, men kerak emas like. Xalq xizmatli odam mana shunaqa bo'ladi. Hammaga rahmat, charchamanglar.